Assalomu alaykum sehrli kitob to'pidagi hurmatli o'quvchilar, xayrli kunlar. Hozir yozuvchi Yosinjon Sodiqcho'g'lanning Bahodirnoma nomli romanining davomini o'qib bermoqchiman. Shunga diqqatinglar undidorda bo'lsin. Qashqar. Bir necha kundan beri tutilib, birdanla sovib ketgan havo kishiga kuz oxirlashib, boldurli qish fasli kelib qolgandek tuyg'u beradi. Kuzlik kiyimlarining o'rniga qishlik kiyimlarini almashtirib olgan Qashqar xalqi ko'cha rastlarda dugdayinicha oldirash uyoq bu yoqqa o'tishadi. Sulton Esanbo'g'a ham Saydali Olibning o'limi bilan musibat jo'karlagan bo'lg'ashqa qishin yoz savdo setiq turli o'yin tomoshalar bilan qaynab turadigan Qashqarning ko'cha rastalari birdanla jimib qolgan bo'lib, xeyli ozodlashib qolgandek ko'rinadi. Kishilar pichirlashib degidek so'zlashadi. Kulgi chaqchaqdan imkon bor o'zlarini tortishadi. Simqamcha darilarni ko'tarishib olgan mirshablar 8-10 poshshablarni agashtirganicha otlarni choptirishib bir yerga to'plashib olgan kishilarni o'yin tomoshalarga mashg'ul bo'lib qolgan bolalarni qo'g'laydi. Shu kunlarda mirshablarning taqibi shu darajaga yetgan ediki, chechini taragan, qoshliq etib yuzini pardozlagan ayollar sezilib qolsin, xonning musibat yorliqiga sarkashlik qilib, ering bilan jima qilib ko'ngil ichibsan deb, eri bilan qo'shib qattiq jazolaydi. Shu sababdan ayollar oq, qora rangdan boshqa rangdagi kiyimlarni kiyib, yuraklik ko'chaga chiqolmaydi. Erlar soqol burutlarga ustira soldirolmaydi. Qashqar shahrida satrashxona, hammomlar butunlay taqalgan edi. Akisi Yunusxon bilan bo'lgan jangning g'alabasini biror oygacha tabriklagandan keyin Yangisar, Yorkan, Xotan qatorliq yurtlarni ko'zdan kechirib kelgan Sulton Esanbo'g'a ham Oqsuvdagi o'rdisiga qaytishga taraddudlanib turgan kunlarda Amrul Umara Saydali olib tuyuqsiz qazo qilib ketgan edi. Shu sababdan u Qashqarda yana bir necha vaqt turib kelishga majbur bo'ldi. Mana bugun marhum sarkardaning qorasimi ushtildi. Necha kundan beri Saydali Olibning o'lim patisiga yiroq yaqindan kelgan amir baglarni kutib olish bilan bo'lib, tuzuk orom olamagan Sulton Esanbo'g'a ham bugun biroz oromchilik topgandek bo'lib, Qashqar amir mahkamasining ichkarisidagi xos xonasida yolg'iz xiyol surib o'tiradi. Ko'z oldidan amir Saydali Olibga munosabatli kartinalar to'xtamay almashib turadi. Qarmoqqa to'limi sodda, yumshoq tabiatlik, ko'z, o'z so'zlik ko'rinadigan, amaliyotda to'limi tadbirlik, jasoratlik bu peshqadam amirga nisbatan Sulton Esanbo'g'a xonda cho'nqur ta'sirot, mehr-muhabbat bor edi. U marhum dadasi Sulton Uvaysxonni tuzuk eslayamaydi. Ashu 10-12 yosh vaqtida Mo'g'uliston taxtida o'tirgandan tortib, to yaqingacha ashu peshqadam amirning otalarcha parvish qilishiga, ustozlarcha kuyunishiga noil bo'lgan edi. Sulton Esanbo'g'a xon dastlabki mezgillarda bir qism amirlarning, bo'libmi qaynotasi Temur Boqobekning fitnasiga ishinib, Saydali Olibdan saltanat ishlariga ziyoda o'ralashib oldi, o'z oldinga hokimiyat tutishimga to'sqinlik qildi deb ranjiganini, uni Manglay suyarning bosh amirligiga tayinlash bahonasi bilan o'rda ishlaridan chetlashtirganini, Buzrukvar momisi Sulton Xotun, buvisi Ulusbegi Mir Muhammad Shoh, peshqadam sarkardasi Supurgi Mirzolarning dilini ranjitganini esiga ilib, to'liq xijil bo'ldi. Mirkarim Bardibek, Akbardi Mirza qatorliq amirlar isyon ko'tarib, qaynotasi Temur Boqobekni o'ldirib etib, taxtga aksi Yunusxonni o'ltirg'izish uchun harakat qilganida ahvoldan xabar topgan Saydali Olibning Qashqardan lashkar tortib kelib, o'rdadagi qalamqonchilikning oldini olib, o'zini izlab tepib, poytaxtni Oqsuga ko'chirib kelib, chechilib ketgan barliq amirlarni taxt ostiga yana jam qilganligini, o'ziga ilgirgidek sadoqat bildirib, bay'at qilganligini eslab, ko'ziga mo'lladi yosh oldi. Saydali Olibning qadriga yetmaganiga, uningga tegishli hurmat ehtirom bildirmaganiga pushaymon qildi. Biror oshpishim vaqtni to'liq ajratib, bu sadoqatman peshqadam sarkarda bilan
ish bag'rini to'kib turib sirdoshmag'iniga, uning orzu armon nasihat o'gitlarini ko'ngil qo'yib anglamag'iniga o'kindi, hasratlandi. Hech bo'lmasa, mush qitim bo'lsin ozroq vaqt chiqarib, marhum bilan mundashvagan bo'lsam cho'kashik. Uning menga deydigan gapi borda qilgan emasmi? Sultan Isanbulga xon Yenisar, Yorkent, Xotan qatorliq yurtlarni aylanib kelgan kunning ertasi Saydali olib bilan o'tkazgan qisqagina suhbatini esiga oldi. Ashu kuni Saydali olib uning qishig'iga kirgan edi. Kelsizlar Amrul Umara, dedi paryostiqqa yo'linib yotgan Isanbulga xon biroz qimirlab qo'yib. Ish bormidi? Janobi on hazratim bilan birdan muloqotda bo'lishni izlab kelishim. Akşam şarapni ziyoda chiq ichayotgan Sultan Isanbulga xonga shu topda gap xush yoqmay vatadi. Beshi lo'qildab og'rib tursimu, Amirning yuz xotirasini qilib so'zlashga ijozat berdi. Qani xo'sh. Saydali olib ko'ngliga tukkan gaplarni nerdan boshlashni bilolmay birpas xiyol surib o'ltirdi. Ondan o'ziga qat'iy g'ayrat berib eg'iz ochdi. Bilmaklik kerakki, koinotdagi barliq mavjudot uchun Tangridan o'zga rahnoma yo'qdir. Chunki bandining har bir ish amali, hatto yemakdan tortib kiymakkacha, yotmoqdan tortib mongmoqqa faqat Tangri irodasi bilandir. Xudoy taolodan boshqa maxluqlarning hammasi kesal quldir. Ol kesal qul bo'lsa, muvaffaqiyatga erishtiradigan yo'lni ko'rsatolmaydi. Kaminalari mushu umrimga kelguncha ogal jannat makon padaru buzruklari bo'lmish shafqatli Sultan Uvaysxon oliylarining, ondan mardlikning, oqko'ngillikning, odillikning gultojisi bo'lmish Janobi Qibligohimning mehr muhabbatiga, ko'yinishiga, e'tiborlishiga, hurmat ehtirom bildirishiga muyassar bo'lib keldim. Ashu yaxshiliklarga, marhamatlarga tushliq xizmat qilolmasammi, nökerlik burchimni imkoniyatning boricha ado qilishga tirishib keldim va ko'rsatgan ajrimdan oshirib in'om mukofotlarga noil bo'ldim. Ola bugungi kunga kelganda qirib, put-qo'limda mag'dur, zihnimda quvvat qolmadi. 80 yillik umrimda qaysi ishni haq, qaysi ishni nohaq qildim, bir o'zimga, bir yaratgan Alloh egamga ayon. Inson azaldan gunohga patquchidir. Shuning uchun Xudoy taolo bandalarni insofga, iymonga da'vat qilgan. Insof bilan iymonni yuragiga jo aylab yashashni, tovu bilan afu, mehr shafqatni bandalarning oshu gunoh patqiqidan qutulishidagi, vujudini poklashdiki g'usli suyi qilgan. Janobi Qibligohimni o'g'illari Xonzod Yunusxon bilan qeyrindoshlik mehri yo'g'rilgan bir dostixonga jam qilib, poklikning xuruji bo'lmish, tuz qitilgan bir burda nonga tang eg'iz tekkizishni uzundan beri armon qilib kelgan bo'lsammi, lekin buni amalga oshirishga qodir bo'lolmadim. Hayotimdagi bu eng cho'ng armonimni o'zim bilan billa voqeaga elib ketadigan o'xshayman. Saydali olibning so'zlarini Sulton Isanbulga xon qo'pollik bilan uzib tashladi. Endi bu vaqt bo'lganda ko'ngillarni yerim qilishning, men buni deb o'ltirishning hojati yo'q-ku deyman janob Amrul Umar. Isanbulga xon Saydali olibning ko'ziga tikilib turib, gapini davomlashtirdi. Aslida yaratgan egam ko'ngillarga tikkan bu armonlarni amalga oshirishga fursat
növbətini bergen idi. Nəhayətim əfsuski, özlər onu çın tutanmadılar. Bizge ağay qeyrindaş bolmuş ul Yunusxanni qəsdən qaçırıb etdiler. Onda qılmağan bolsılar, allaqaçan bir dastıxanğa cəm bulub tuz yeyişken bolar edik. İhsan Buğaxan Seydəli Alıbның akisi Yunusxanni qaçırıb etkenini əpu qılıb etken bolsunmu, lekin köңlüdeki narazılıqı texi besilmağan idi. O bir qism əmirlər bilan til biriktirib, onu iqtidarsız, saltanatga pasiban bo'lishga salohiyati yo'q deb el yurtga targ'ibot etbagan, uning xonlik martabasini e'tirof qilmay, toji taxtni tortib olishga harakat qilib kelgan akisini tutib akilib, akisiga o'zining saltanat tizginini qandoq tutayotganligini, taxtda qandoq o'tirayotganligini ko'rsatib qo'yishni orzu qiladi. Sultan İhsan Buğaxanning posoqida qilgan bu gapi bilan tang Seydali Olibning yuragiga bir pichoq sanjildi. Oğo, şundaq, dedi o işki azaplarını çandırmaslıqqa tarışıb. Lekin, jangda yengilib əsirga tushgan og'ilari bilan bir dasturxonga kelsilar. Yeyishgan bir burda non, Janobi On Hazratimga hasal tetig'ini bilan og'ilariga zahar tetibdi. Ondaq dasturxonda qon qeyrindoshlik mehri hargiz julalanmaydi. Seydali Olibga gap tepib beramagan Sultan İhsan Buğaxan qapqini turgunicha boshqa tarafga qarab oldi. Qilgan gaplarining xonga yoqmayotganligini bilib tursinmi, Seydali Olib gapini yana davomlashtirdi. Chin ma'nisidan elib etganda bu 6 kunlik olamning talashquchiligi yo'qdir. Abadiylik faqat bir Allohga xos. İnson faqat mehmondir. Bu olam uning bir necha vaqtlik qo'nalg'uli xolos. Mehr shafqat, yaxshilik, katta ish amal insondan uzunroq yashaydi. Tamamcha og'ilari Xonzoda Yunusxon xotin bolalarga ko'rsatgan mardliklari olamchi mehr shafqatlarga javob qaytarish uchunmi bo'lsa, xeyli uzoqcha toji taxtlarga dushmanlik nazari bilan qaramaydi, ham uning unchalik kuch qudratimi qolmadi. Ojizlar har qachon g'ururlik keladi. Kuchliklarning ko'rsatgan ozg'ina do'stlik mehri ularning qalbidagi adovat muzlarini butunlay eritib etalaydi. Mumkin bo'lsa, oliylari o'sha ojiz og'ilariga maktub yo'llab, qeyrindoshlik mehrlarini bildirgaylar. Bu balkim uzun mezgillik uzilib qolgan qeyrindoshlik mehrining ulunishiga, qaytadan julalanishiga sabab bo'lib qolgusi. Seydali Olib hazratlar olchib qoldimi nima? Men endi o'taklashib ol qoshqin taxt da'vogiriga maktub yozamdim. Deb quloq solsam da'vatgan gapini qarmamdigan. Biroz charchab qoptiman. Janobi Amrul Umara ko'ngliga olmasa, boshqa kuni muloqotda bo'lsak. Seydali Olibning Sultan İhsan Buğaxonga deydigan yana nurg'un yurak so'zlari, nasihatlari bor edi. Xonning keskin ifodasi uni yana so'zlashdan to'xtashga majbur qildi. Xo'sh, dedi Seydali Olib asta o'rnidan turib. Bemahal vaqt kelib oliylarning oromini buzib qo'ydim. Kechirgaylar. Shundan keyin atsimi, o'ginimi Seydali Olib xonga ko'rinish qilmadi. Sultan İhsan Buğaxon bo'lsa, ko'rishish uchun uni huzuriga taklif qilmadi. U Seydali Olib bilan rasmiy yo'sinda xoli o'ltirib, yana bir qatim so'zlashni faqat xiyoliga keltirmadi. Oradan 3 kun o'tganda Seydali Olib oqshom uxlab qolgan peti jimjitla Allohning dargohiga safar qildi. Mushularni xiyoldan o'tkazgan Sultan İhsan Buğaxonning yuragi yechishib ketdi.
Mərhum əmir hayatının axırlaşıb qalğanlığını səzgən boğuymadi. Əcəb dərgahim bu dəl vaxtıda gelib, tolumu esli söhbətini başlagan ekan. Şol çağda onun deydigan nurgun gepleri bardaq qilgan edi. Halımısamı nemişqi degili qoymagandı mən. Yürek bağrını toluq töküp taşlaş fursat vermegendi mən. Vah darixa. Adamның ömrü degen şunçilik iken qoy. Adamның jeni bilen çümölünün jeni oxşaş iken emasmı? Öldü, ketdi. Əmdi tirilmeydi. Anlay desem sözlemeydi. Köngül sözlerini öz bilen billa ep ketdi ayna. Ağam Yunus xanını qaçırıb etkenini əp oqılalğa yedi. Nemişqi işkiği sözünü anlaşqı səbir qılamadım. Ağamını qaçırıb etip, əsirge düşken hatun ballarını qaytırıb etişki nəsiyyat qılıp, mərd, kən qosaq, mehir şəfqatlik deyin katta otaqqa meni nail qılgan edi o. Əl avam, 18 min aləm bu yaxşılıqlarını məndən görüdü o axır. Əmir toğru etqan iken. İman bilen insaf, mehir şəfqat insanın esil pəzileti. İnsani kamilliqnin dəsləbki ifadesi. Acaba muşinçilik pəzilet məndə yox mudur? İnsaf bilen rast gepni qılğanda bu təxt səltənət əslində ağamның idi. Əmir Seydəli alıp həzrətləri ona tərəf qandaşlıqni qoğuluşub, adaletsizlik bilen tacı təxtki meni olturğuzdu. Ağamını yaqın yol atmadı. Şuna ağamның təxt davası qılışqa haqqı var. Muşunu közde tutqanda, onun təxt səltənət üçün leşker tatıp gəlginini əyipləb ketgili yamanlığılı bulmaydı. Belkim aş günü mərhum Əmrul Ömərə canatları muşu gepni mağdırdırıp qoyğul kəlgin boğuydu. Gepinin oramında muşundaq məna çıqatdı. Lekin ağam Yunus xan bilen qandaqın bir dasqan gelip, bir-birimizin çırayıga haqiqiy qeyrindaşlık mehirimiz bilen qarışıp oturup tuzu işkili bolsun. Bunda qilishning faqat birli amali bor. U bolsunmu, men tacı taxtdan voz kechishim, uningga taxtni o'z roziliqim bilan qaytarib berishim kerak. Ana shu chaqdala haqiqiy og'liq, qon qeyrindoshlik mehriga erishishim mumkin. Lekin bu zinhor mumkin emas. Qeyrindoshlik mehri uchun tacı taxtdan qat'iy voz kechmayman. Yoki uningga biror viloyatni bersam qandaq bo'lar? Buningga u rozi bo'lmaydi. Chunki uning ilkida Turkiston, Sayramda kengri tasarruf, bojisi Abu Said Mirza himmat qilgan Toshkentda katta shahar tursimu, shularga shukr qilmay taxt saltanat uchun lashkar tatib kelgan emasmidi? Mundaqcha aytganda, insofsizlikni manli qilmadim, umi insofsiz. Hayatlı bo'ladi ekanman. Tacı taxtni uning hargiz tattirib qo'ymayman. Kechirsizlar, janobi Əmrul Ömər. Vasiyatlarini o'rinlayolmaydigan, og'am bilan qeyrindoshlik mehrini asliga keltiradigan orzu armonlarini amalga oshirolmaydigan bo'ldi. Faqat birli ishni qila olishim mumkin. U bo'lsa-mu, og'am menga dushmanlik qilmasala, taxt davosidan voz kechib, tasarrufimga lashkar tatib kelib, saltanatimga ta'arruz qilmasala, uningga hargiz dushmanlik qilmayman. Tasarrufiga lashkar tatib bo'lmayman. Hatto uning homiylik qilayotgan Abu Said Mirzaning tasarrufiga ham shundoq. Ular mendan tamoman xotirjam bo'lsa bo'ladi. Rost. Bu 6 kunlik olamning talashqichligi yo'q. Menga kengri Büyük Moğolistanның sultanlığı yetip başladı. Muşu xiyallar bilen köngli xiyil azadlaşıp qalğan Sultan İsanbulğa xan əmdi Qashqarni kimga topshirish ishiga boshqatirishga kirishdi. Moğoliston təbəsidagi bu katta viloyatning amirligini boshqa har qanday viloyatning amirligiga tang qilib bo'lmaydi.
Qashqar uning saltanatiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Bundaqcha aytganda, Qashqarning amirligi uning saltanatining yarimiga teng keladi. Buni Sultan Isanbog'axon obdan tushunadi. Said Ali olib vafot bo'lgandan keyin Qashqarning amirligini o'zining o'g'liga berish xiyoli kallasiga bir qancha qitim kelgan edi. Shu topda bu xiyol uning kallasida qaytadan g'ilbal aks etdi. O'g'lim Xonzoda Do'st Muhammadxon tex kichik. Endi 14-15 yoshning qarasini oldi. Qashqarda katta viloyatning amirligining o'ddasidan chiqolmaydi. Uning ustiga marhum Amrul Umaraning ikki amirzodasi bor. Ularni bir chetga qayirib qo'yib, Xonzodani Qashqarning amirligiga tayinlasam, cho'qim ular norozi bo'ladi. Ular Qashqarni azaldan o'zlarining otimiras suyurganlik simini hisoblab kelgan. Navoda o'g'lim Qashqarning o'ddasidan chiqolgudek bo'lgan bo'lsa-di, o chog'da ko'zimni yumibla tavakkul qilib baxsam bo'ladi. Said Ali olibning Qashqarda yildizi cho'nqur. Navoda ikki amirzodi norozi bo'lib qolsa, oramizda nizo paydo bo'ladi. Saltanatda bo'linish kelib chiqadi. Texchi yengilganiga tanbamagan og'am bundan foydalanib ketadi. To'xta. Hozircha aldirmay turay. Yana bir necha yil vaqt o'tsin. Uninggacha Xonzodam xeyli cho'ng bo'lib qoladi. Shu chog'da ahvol qarab bir ish tutarman. Vaqti kelganda ikki amirzodiga yuqori martaba berib, o'rniga akilib olsam, ular norozi bo'lsa-mu, ko'z oldimda cho'ng ish davrtishga petinolmaydi. Menmi o'g'lim Xonzoda Do'st Muhammadxon orqali Qashqarni ilkimda to'liq tuta olayman. Xo'sh, undaq bo'lsa, ikki amirzodadan qaysisini Qashqarning amirligiga qo'ysam bo'lar? Muhammad Haydar Mirzo Ko'ragani o'z kuyovlim. Validasi Uz Sulton Malika bo'lsa, o'z hammom. Mundaqcha aytganda, u o'z o'g'lim bilan o'xshash. Nasab jihatdan olgandimi, og'isi Soniz Mirzo qaraganda menga yaqin. Qashqarning amirligini uningga bersam qandoq bo'lar? Buningga o'rdadagi amirlar nima der? Ular uch Qashqar bir nim deyanmagan taqdirdimi, og'isini qayirib qo'yib, inisiga Qashqarni bersam, Soniz Mirzo cho'qim norozi bo'ladi. Ko'nglida qoyil bo'lmaydi. Ajdodlarning qoida usuliga rioya qilmadi deb ayiblaydi. Chunki qoida bo'yicha otaning mirosiga cho'ng o'g'il varislik qilishi kerak. Soniz Mirzo menga qanchalik sadoqat ko'rsatdi. U otasiga hargiz o'xshamaydi. Ancha keng qo'saq emas. Bir qism ishlarga sukut qilishni, ko'nglida saqlashni bilmaydi. Mijozimi chusroq. Biridan oson ranjiydi, oson soviydi. Balkim u farmonimga sarkashlik qilish petnamasligim mumkin. Ammo mush ish tufayli og'ayini o'tirsa adovat paydo bo'lib qolsa. Xuddi men bilan og'am Yunusxon o'tirsida adovat paydo bo'lgandek. Tova, taqdirning chaqchiqi nima degan ajoyib. O'z vaqtida Said Ali olib hazratlari hammani bilib turib, qoida usulni qayirib qo'yib, meni taxtda o'tirg'izgan edi. Mana endi bu qismat uning o'g'illarining beshiga keldi. Qandoq qilsam bo'lar zoti? Yoki bo'lmasa, Yorkent amrini o'rniga akitib, Soniz Mirzoga Yorkentning amirligini berdigan ishmikin? O'shunday qilsam Soniz Mirzo rozi bo'larmi? Ma'o tanqislikni ko'mamdigan endi. Og'ayini amirzodlar o'tirsida nizo adovat paydo bo'ldi deganlik. O'xshashli saltanatda bo'linish paydo bo'ldi deganlik. Navoda bundoq ahvol yuz berib qolsa, og'am Yunusxon hargiz jim yotmaydi. Amirzodlarni yeniga tortishga harakat qiladi. Saltanatga qarshi chiqishga quturtadi. Bu ehtimollikni nazardan soqit qilishga hargiz bo'lmaydi. Yorkentmi kichik viloyat emas. Doirasi Qashqardan qilishmaydi. Aholisi Qashqardan ko'p. Bir cheti Xotan Qoraqoshqa, bir cheti Qashqar Oqsuv tutishib. Aslida Soniz Mirzo Yorkentning amirligiga qanot qilsa bo'ladi.
Onunğa Yenisarını qo'shib bersam qandaq bo'lur? Yo'q, unda qilsam faqat bo'lmag'idek. Yenisar qal'asi kichik bo'g'ini bilan o'rni intayin muhim. Yenisar Qashqarning tashqi qo'rg'ini. Yenisarsiz Qashqarni tasavvur qilish hargiz mumkin emas. Xonzoda Do'st Muhammadxonning yeshi sal cho'ngroq hokimiyat ishlarini jo'nqirolg'idek bo'lgan bo'lsa-da, bunchola boshqa tinchlik qolmas edi. Onunğa Qashqarni bersam, ikki Amirzoda g'ing qilmaydi. Balkim o'ttirsida nizo adovatlan bo'lmaydi. Mendan ranjigan taqdirdimi, osiylik qilish darajasiga berib yetmaydi. Dilg'ulliqda qolgan Sulton Isom Bug'axon ana ashundaq ziddiyatli xiyollar ilkida bir necha kunni o'tkazib o'tdi. Lekin bundaq turaverishimi bo'lmaydi. Poytaxt Oqsuga qaytishi, bo'sh qolgan taxtda o'ltirishi, qaranchiqsiz tashlanib qolgan saltanat ishlarini qo'liga elishi kerak edi. Oldirgan seri tuzuk bir chora topolmadi. Chora topolmagan seri tut bo'ladi. Ikki Amirzodiga siliq sipoyi muomala qilib, ko'nglidagini bilintirmaydi. Dadasi qazo qilib ketgandan beri ikki Amirzodining ziyoda yaqinligi, bir-biriga hurmat, ehtirom bilan muomala qilishlari birdanla uning diqqatini tortdi. Isom Bug'axon dastlabda og'i inlarning bu qadar yaqinligiga havas qildi. Oksi Yunusxonni esiga oldi. Oksi bilan o'sha ikki Amirzodiga o'xshash yaqin, ijil o'tishni orzu qilib ketdi. Keyin mana shu orzu havas uning kallasida tuyuqsiz bir xiyolni paydo qildi. Qashqarning amirligini o'sha og'i inlarning o'z ixtiyoriga qo'yib bersam qandoq bo'lur? Navoda Soniz Mirzo Qashqarning amirligini inisiga o'tinib berib qolsa, texi yaxshi. Ol chog'da ko'nglimdagidek ish bo'ladi. Navoda inisi Muhammad Haydar Mirzo og'siga yo'l qo'ysa, Soniz Mirzo men cho'ng o'g'il bo'lgandikin, otamning amirlik martabasiga varislik qilishim yo'lliq, qoidasiga uyg'un deb tushunsa, umi mayli. Ol chog'da Soniz Mirzo mendan minnatdor bo'ladi. Menga dadasiga o'xshash sadoqatmanlik bilan xizmat qiladi. Muhammad Haydar Mirzoni o'rniga akitib, lashkariy divonning amirligiga tayinlayman. Bir hisobda bumi o'rdidagi muhim mansab. Bir necha yil o'tgandan keyin Soniz Mirzoni o'rniga akilib olib, o'rniga Xonzoda Do'st Muhammadxonni Qashqarga avatsam, mendan norozi bo'lolmaydi. Menmi o'xshashli maqsad muddaimga yetgan bo'laman. Shundoq qilay. Buningdan boshqa chora hozircha yo'q deb qiladi. Bir qarorga kelgan Sulton Isom Bug'axon darhol barliq amirlarni yig'ib kengash o'tkazdi. Hammanglarga ma'lum, dedi u qo'l bog'lab turgan amirlarga tashqi nazar tashlatgandan keyin. Marhum Jannat makon Saydali olib hazratlaridan ayrilib qilib, ko'nglimiz to'limi yerim bo'ldi. Ta bugungacha saltanat burjimizning quyoshi o'chib qilib, zulmatda qolgandek bo'lib qoldim. Xayriyat, o'lim har bir bandaning beshida bor. Tug'ilmoqlik bilan o'lmaklik yaratgan egisining ixtiyoridagi ish ekan. O'limni tilivog'li, umrni uluvog'li, uzartivog'li bo'lsaydi, Janob Amrul Umaroning o'limini tilivog'an, umrni uzartivog'an bo'lar edi. Shundaqdimi yanada umidvorman. Chunki ul jannat makon zoti muborak yurak bag'rimizni hijron azobida dog'lab ketib qolgani bilan jasorat va fazilatda o'zidan qilishmog'idek ikki farzandni qoldirib qo'ydi. Ul og'i-ini Amirzodlar o'xshashla buyuk saltanatimizning yiqilmas bir jup to'riqlaridir. Aslida ostonaga burilib qaytishim kerak edi. Ul jannat makonining musibati bilan uzunroq turib qoldim. Endi qaytmasam, saltanat tizginini qo'limga olmasam bo'lmas. Shunga Oqsuga menishdan avval mundaq ikki ishni jakorlamoqchiman. Birinchisi, Yorkent amiri Mustafa Mirzo o'rniga berib, jazo divonining amirligini ustiga oladi. Tövende turishgan amirlar bir-biriga ma'nilik qarshi olgandan keyin xonning ikkinchi farmonini anglash uchun quloqlarini ding qilishdi. Qashqar azaldan jannat makon Saydali olib janoblarining ajdod ziminidir.
Babayı büzürükler davamlaştırıp kelgen yusun boyunca atının mərtəbə mirası oğullarına buyurup verildi. Şul bayistin Qashqar bilan Yorkentni iki əmirzadıning ixtiyoriga topshirdim. Bu iki viloyatning amirligini iki əmirzada o'zlari tanlag'ay. Shuningga qarab ondan farmonjakorligaymiz. Sultan Isanbug'a xon so'zim tamom deganni qilib, o'zini shohona kursiga ozod tashladi. Shu hamon saroyni eg'ir sukut bosdi. Shu topda barliq amirlar bu ishni ko'ngillarida mulohiza qilishyotdi. Ular xonning Qashqar bilan Yorkatni ikki amirzodning ixtiyoriga tashlab berishini xiyoliga keltirmagan edi. Xonning asli muddosini tushunmagan amirlar o'zlaricha bu hukmni odillikqa, donolikqa jo'rab, ko'nglida xonning tadbirlikligiga qoyil bo'lishyotdi. Saniz Mirza bilan Muhammad Haydar Mirzaning ko'ngillari tinchsiz edi. Bu yorliqdan to'liq tasodifiylik his qilishgan okufkalar bir-biriga lappida qarshi oldi. Tasodifiylik his qilishgan bilan ko'ngli to'q edi. Bir-biriga tikilgan ko'zlaridan qeyrindoshlik mehri balqitdi. Qizg'inish, hasad, torliqdek hayajonli tuyg'ular yo'q edi. Otimiras martabaga nisbatan ularning ko'ngillarida son bordek qilibdi. Shu daqiqada har ikki amirzoda o'xshash bir ishni xiyol qilyotdi. Ashu kuni Saydali olib Sultan Isanbug'a xonning yenidan ko'ngliga pukkan muddasini to'liq deyishga ulgurmay, ko'ngli g'ash holda yenib chiqqandan keyin yolg'iz o'ltirib uzoq xiyol surdi. Ondan ikki amirzodasini chaqirdi. Joy olsunlar, dedi u ikki o'g'lini o'ltirishga buyurib. Dadasining tuyuqsiz jiddiy chaqirtishida qandaq mudda borligini bilmagan Saniz Mirza bilan Muhammad Haydar Mirza beshini tuvan sog'inicha jimjit o'ltirishdi. Orani xeyli uzoq sukunat bosdi. Insonning umri degan chog'liq narsakan. Elimi o'lib ketmay 80 yil yashaganimga hayronman. Ham shunchalik uzun umr bergan haqqa shukr sana aytaman. Dedi Saydali olib oradagi jimjitlikni buzib. Endi meningmi sanoqliq kunlarim qoldi. Ikkilariga qurbimning yetishcha otiliq mehrimni berdim. Yurtdorchilik yo'sinlarini, jangbozlik mahoratini, lashkariy ilmlarni o'rgatdim. Sizlarmi umidimni yerda qo'ymay fazilat o'rgandinglar. Bir-biringlarga hamnafas bo'lib, el-jamoat ichida yaxshi nom atoq qoldirdinglar. Ranjishib, adovatlashib yurmadinglar. Men sizlardan rozi. Buningdan keyin mushundaq o'tadiganliginglarga ishonaman. Shundaqdimi, sizlarga bir ishni topilmasam bo'lmaydi. Qashqar ilgiriki xon sultonlar aba ajdodlarimizga suyurg'anlik qilib bergan miros zamindir. Bu zaminga necha avlod ota-bobolarimiz hukmronlik qilib keldi. Navoda o'lib tortib qolsam, bu zamin sizlarga qoladi. Shafqatlik sulton Isanbug'a xon oliylarimi adolat taxtida shafoat ko'rishdi. Sizlarga buyurib berishi mumkin. Ajdodimizdan qolgan udum bo'yicha ota mirosga cho'ng o'g'il varislik qiladi. Ammo kichik amirzodam xon oliylariga kuyovul bo'lib, ko'raganlik sharafiga noil bo'ldi. Shunga hozir u xon tabiqasiga mansub. Shu boisdan xon oliylari uning kuyovullik martabasini nazarda tutib, adolatsiz hukm chiqarib, Qashqarni uningga buyurib berishi mumkin. Buningga hozircha aniq bir nima deb bo'g'ilib bo'lmas. Baya mush ishni xon oliylarining samiga selib oydinlashtirib etishni maqsad qilib, dargohi oliyga borgan edim. Nima uchundir o'ylanmayla gapning beshini xon og'isi Yunusxon oliylardan boshlabdim. Shul vajidan gapim oliylarga yoqmadi. Balki
ranjish, ta'nilarini bildirib, eg'iz ochurmadi. Shuning bilan asli muddaoyimni bildirishga amalsiz qoldi. Söyümlük farzandlarim, sizlar aqlliq, jasoratlik, farosatlik, mard ham kang qursoq cho'ng bo'ldinglar. Bu fazilatinglardan zinhor gumonlanmayman. Shundoqdimi yana bir takrorlab qo'yay. Xon oliylar bilan og'isi Yunusxon o'ttirisidagi nizo adovatdan ham bu adovatning sababidan butunlay xabardorsizlar. Shunga bu voqeani sizlarga pat-pat so'zlab berganman. Bu adovatning asosli sababchisi yenilaman. Şol sebepten en çoğun pişaymanim var. Bol günahimnin cevabını ol alemge barganda berorman. Lekin sizlar ibret elinglar. Meyli xon oliylari qanday hukm chiqarmasin, cho'qim qabul qilinglar. Men ağa, sen ini deyishib adovatlashmanglar. Zimin, mertebe talashmanglar. Özara yol qo'yinglar. Shunda qilsanglar, go'rimda xotirjam yotaman. Har qachon mol dunyo, amal martaba qo'ydi bo'lmanglar. Alkunga zulm sanmanglar. Validanglarni hurmatlanglar. Xon oliylarga, taxt saltanatiga sadoqatman bo'linglar. Mening sizlarga deydigan gapim, qoldiradigan vasiyatim mana shu. Xotirjam bo'lsizlar ota, dedi ishki Amirzada dadisiga tangla va'da berib. Ta'limlarni esimizda mahkam tutamiz. Hargizmi orzulari xilof ish qilmaymiz. Shu daqiqada har ikki Amirzadaning kollasida dadisining mushu vasiyati jaranglab o'tdi. Xon oliylarining Qashqar bilan Yorkantimizning ixtiyorimizga qo'yg'ini nimasi? Qoida bo'yicha hukm chiqarib og'am Sonizmirizni Qashqarning amirligiga tayin etsa, ish tugimidimi? Yorkent amirining o'rnini bekorlashning hojati yo'q edi-ku. Men o'rdaga qaytib xizmatimni qilsam bo'ladi emasmi? Yoki har ikkimizni o'rdadan chetlashtirishda boshqa xiyoli bormikin? Mumkin emas. Oliylarning hargiz bunday muddaosi yo'q. Amisi nemishqa bunday hukm chiqardi? Xon oliylari mush xiyolim desam qandoq bo'lar? Og'amning xiyoli qandoqkin? Muhammad Haydar Mirza o'y xiyolini bilib olmoqchi bo'lgandek ko'zining quyruqida aksiga qarab qo'ydi. Otamning gumoni rost chiqdi. Aslida xon oliylarining Qashqarni menga emas, kuyog'li bo'lmish ini Muhammad Haydar Mirzaga bag'is bor ekan. Hukmga meni norozi bo'ldi deb o'ylab, Yorkent amirining o'rnini bekorlabdi. Bunda qilishning hojati yo'q edi. Men otamga allaqachon va'da bergan. Qanday hukm chiqarsin, hargiz norozi bo'lmayman. Balkim xolis inimga navkar bo'lishga roziman. Yorkent amiri Mustafa Mirza sadoqatman, mard odam. Uni Yorkentdan midirlatmagan yaxshi edi. U xon og'asi Yunusxonga moyil, xotin amirlarini cheklab tura oladi. Xayriyat, endi buni asliga keltirgili bo'lmas. Xon oliylari farmonidan hargiz yanmaydi. Oliylarning orzusi Qashqarni inimga berish. Bo'ptila. Ish oliylarning orzusi bo'lsin. Inim Qashqarga amir bo'lsin. Yorkentga men boray. Yorkent saltanatimiz uchun muhim viloyat. Tuproqi munbat, suyi albak, aholisi ko'p. Muhim paytlarda lashkar yig'moq oson. Mushularni xiyoldan o'tkazgan Soniz Mirza oldiga bir qadam chiqdi-da, Sulton Isanbug'a xonga ehtirom bildirdi. Adolat taxtining sultoni, mehr shafqatning bo'liqi panohgohimizning hukmiga chin ixlosimiz bilan minnatdorlik bildiramiz. Xonish onam Uz Sulton Malika uzun mezgil Qashqarda turib, bu shaharning havosiga ko'nib qolgan. Shunga inim Muhammad Haydar Mirza ko'ragani Qashqarga amir bo'lib qolgay. Kaminalari validamni elib Yorkentga boray. Sultan Isanbug'a xonning chehrida pallada mamnunlik jilva qildi-da, nazarini kuyog'li Muhammad Haydar Mirzaga og'dirdi.
Sili og'a, men ini, dedi Muhammad Haydar Mirza akısıga təvəzzü bilan egilib turib. Qashqarda jannat makon padar buzrukning yondirgan chirig'i, tutgan makoni bor. Otining yondirgan chirig'ini o'chirmaslik cho'ng o'g'ilning burchidir. Shul sababdan Qashqarda qilishlarini iltimos qilaman og'a. Yorkentga men boray. Muhammad Haydar Mirza Sultan Isanbug'a xonga qarab murojaat qildi. Janob Qibligahimdan kamini farzandining orzusi bo'yicha farmonjakorlashni iltimos qilaman. Sultan Isanbug'a xon ifoda bildirishga oldirmay nazarini Saniz Mirzaga ag'dirdi. Rost aydilar qadrlik inim. Men sizga og'a ham o'z yo'lida ota o'rnidiman. Shunga mening hukmimga bo'ysung'ayla. Hamda bu ishda men bilan zinhor dardolash qilmag'ayla. Saniz Mirza Sultan Isanbug'a xonga yuzlanib, gapini davomlashtirdi. Janob Qibligahimdan kamina navkarlarining orzusiga hukm chiqarishni iltimos qilaman. Sultan Isanbug'a xon hukm chiqarishga oldirib tursin, tanglik qolgan qiyofatda boshqa amirlarga yuzlandi. Ey janobi amirlar, ko'rib anglab turibsizlar. Meni bu tanqislikdan o'zinglar qutuldirg'aysizlar. Boyadan beri ikki amirzodining dardolashlaridan ham ta'sirlangan, ham tomosha ko'rgandek tuyg'uga kelib qolgan amirlar xonning murojaatini anglab bir tilni jimib qilishdi. Albatta, ularning ko'pinchisi Qashqarga cho'ng amirzodi Saniz Mirzaning amir bo'lishini to'g'ri, qoida-usulga uyg'un deb qaraydi. Ammo kichik amirzoda Muhammad Haydar Mirza xonga kuyovul bo'lganligi uchun hech qaysisi birinchi bo'lib ko'nglidagini og'zidan chiqarishga petinam. Ular xonga yaxshichoq bo'lishni, xonning ko'nglidagini tepib so'zlashni xohlaydiki, hargizmo xonga yomon ko'rinib qolishni xohlamaydi. Lekin shu topda gap qilmay turib olsin bo'lmaydi. Ular oradan birarining chiqib, avval ig'iz etishini, ondan xonning chiroy ifodasiga qarab qo'llash, qo'llamaslikni ko'ngliga pukishgan edi. Og'a albatta otining o'rnida, dedi lashkari divanning o'rinbosar amri eg'ir sukunatni buzib tashlab. Og'a hukmi ini uchun farmondir. Shunga kaminlari Saniz Mirzaning orzusini yoqlaydi. Sultan Isanbug'a xonning chiroyiga palli kulki yugurdi. Xonning chiroy ifodasini ko'rgan amirlar bas-basda ovoz qo'shdi. Ayni mudda, o'g'ining so'zini e'tiborga olish kerak. Saniz Mirzaning orzusicha bo'lg'ay. O'g'ilarining hukmiga itoat qilg'aylar ko'ragan janoblari. Jannat makon Amrul Umara hazratlari ikki amirzodasiga oltindek fazilat miras qoldirgan ekan. Yaratgan egan martabanglarni texmi ziyoda qilg'ay. Shundoq qilib, Sultan Isanbug'a xon kuyovli Muhammad Haydar Mirzani Qashqarning Saniz Mirzani Yorkentning amirligiga tayinlab farmon jakorladida o'zicha orzusiga yetgandek bo'lib, xotirjamlik bilan Oqsuga yo'l oldi. Uni ustib qo'ygan Saniz Mirza dadasining tuproq beshini yo'qlab o'tgandan keyin onasi Bibi Oyat xonim, xotini Oyjamol Og'cha va ikki o'g'li Mirza Abubakr bilan Ömer Mirzani elib, o'gay onasi Uz Sulton Malika, inisi Muhammad Haydar Mirza bilan xo'shlashib, Yorkentga qarab yo'l oldi. Aka inilar quchoqlashib turib xo'shlashdi. Yaxshi tilaklarni bildirishdi. Shu topda Yorkentga qarab mangan Saniz Mirzaning ko'nglida qilchilik og'rinish yo'q edi. Ammo inisi Muhammad Haydar Mirzaning ko'nglida xijillik, o'kinish aralash bir hasrat bor edi. Milodiya 1461-yili yoz. Yettikent bog'larida sarg'ayib vil-vil qilib pishgan o'riklar, shoxlarda cho'g'dak cho'lalinib turgan jinastilar, qizlarning levini aslatadigan giloslar yo'pirmoqlar orasidan morib, odamning og'ziga seriq suv keltiradi. Bog'ning o'ttirsidagi supida chaza qurib o'tirgan Yunusxon ko'mish taqsidagi o'rik, jinasta giloslarga qarabmi qo'ymay cho'nqur xiyolga botgan edi. Yosh xizmatkor uning xiyol surishiga barham bermaslik uchun dasturxonga tizilgan noz-ne'matlarga qo'ngan chivinlarni ehtiyotkorlik bilan qo'riydi.
Bu bir neçə yıldan beri Yunusxan Yettikentdən faqat midirlimidi. İki xanışığı bəgən vədisiga əməl qılıb, Atımras zimini bolğan Moğoliston tərəfə düşmənlik közü bilan qarmadi. Lashkar tortish xiyolidimi bo'lmadi. Turkiston Sayram tarafdagi bəglər onunğa qaytadan sadoqat bildirishib, atrofiga to'plashdi. Yunusxan ularning ilgari qilgan yuzsizligini ko'nglidan chiqarib etib, salomini ilik oldi. İlgirgidek yaxshi muomala qildi va ularga tayinib, ko'plab lashkar to'plashga kirishdi. Hozir uning ilkida Raurus mashq ko'rgan, jangi bemalol yaraydigan 5000 lashkar bor edi. Zöhrü bo'lib qolsa, Turkiston Sayram da'vasidagi bəglərning xos nökərlərini qo'shib hisoblaganda, gap yo'q bir tuman lashkar jug'liyalaydi. Bu jarayonda Samarqandga Sultan Abu Said Mirzaning ordisiga 2 qitim berib keldi. Uning Abu Said Mirza bilan bo'lgan do'stligi bag'an siri chingib ketgan edi. Bir-biriga chin aqida bog'lashgan bu ikki hukmdorning demaydigan ko'ngil sirlari yo'q edi. Yunusxonning inisi Isanbug'a xonning tutqundagi xotin bolalarini qaytarib berganligi sababli oradagi nizo adovatni unutib, Mo'g'ulistonga lashkar tortishdan vaqtincha voz kechganligidan, eng muhimi Mo'g'ulistonga bostirib borgudek lashkariy kuchining yo'qligi sababli Yunusxonning kech kunduz hasrat chekib yurganligidan Sultan Abu Said Mirzaning xabari bor edi. Abu Said Mirzaning Husayn Boyqara, Ubulqosim Bobur va Muhammad Jo'giylardan iborat 3 raqibining o'rtasida qisilib kelayotganligi, tasarrufiga oshkora tahdid selayotgan Husayn Boyqara bilan tirkishib turayotganligi Yunusxonga 5 qo'ldek ayon edi. Yunusxonning oshu raqiblarga birlikda taqobil turish talabini Abu Said Mirza hozircha o'zim taqobil tura olmayman. Ko'maklashmoqchi bo'lganliklariga ko'p rahmat. Vaqti kelganda xabar beray. Hozircha Yettikentdan midirlamay Sultan Isanbug'a xonning ko'ziga qadalgan mix bo'lib turaverasizlar deb silqli rad qilib atgan edi. Chunki Ubulqosim Bobur Mirza bilan Muhammad Jo'giylar texi oshkora harakat qilmagan edi. Husayn Boyqaraga yolg'iz taqobil turishga ishonchi bor edi. Muhimi Yunusxonning Yettikentda turib Isanbug'a xonning Farg'ona vodiysiga soladigan tahdidini to'sib turishini bek muxolaydi. Mana 2 yildan beri Abu Said Mirza Husayn Boyqaraga qarshi 2 qitim jazo yurish qildi. Ammo har 2 qitimlik jazo yurishi muvaffaqiyatsiz oxirlashdi. Yosh bo'lgani bilan jang tadbirlariga puxta, qilishvozlikda yagona mahorat egasi sanalgan Husayn Boyqara to'liq hiylagar edi. Abu Said Mirza lashkar tortib kelsa, jang qilmayli chekinib ketadi. Ubulqosim Bobur Mirza bilan Muhammad Jo'giylarning orqa tarafidan tuyuqsiz hujum qilishdan andish qilgan Abu Said Mirza Husayn Boyqarani texim ishkirlab qo'g'lab zarba berishga uzul kesil yo'qotishga jur'at qilolmaydi. Abu Said Mirza Samarqandga qaytib ketsa, Husayn Boyqara yana tajovuz qilib bir muncha ziminlarni egilib oladi. Bu yil bahor kelishi bilan raqibini uzul kesil yo'qotish niyatiga kelgan Abu Said Mirza Xorasonda Husayn Boyqara bilan 3-chi qitim tirkishyotdi. Garchi lashkar tortib kelganiga 3 oydan oshgan bo'lsa-mu, g'alaba Nusratdan texchi xabar yo'q edi. Jang vaziyatiga ko'ngil bilgan Yunusxon Abu Said Mirzaning qishig'i to'xtamay chaparman avatdi. Lozim bo'lsa darhol 5000 lashkarni elib berish niyatini bildirdi. Ammo Abu Said Mirza rahmat etib silqli rad qilibdi. Shu sababdan mo aytavr yoz kirgandan beri Yunusxonning ko'ngil aromi buzilgan, jangning uzunga so'zilib ketishi uning andishisini kuchaytirib atgan edi. U har ehtimolga qarshi Hirotga, Dasht Qipchoqqa oyg'oqchi mang'uzdi. Hirotga ketgan oyg'oqchi Ubulqosim Bobur Mirzaning Abu Said Mirzaga qarshi oshkora harakatini sezmaganligini, hozircha Husayn Boyqaraga ko'maklashib lashkar tortish xiyolining yo'qligini ma'lum qilib keldi. Ammo Dasht Qipchoq dalasiga ketgan oyg'oqchidan texchi xabar yo'q edi. Chunki qishdan Yunusxon Samarqandga borganida Abu Said Mirza Dasht Qipchoq hukmdori Ubul Xayrxonning o'tgan bir necha yilda
Huzurga yordam so'rab kelgan Muhammad Jogiga ancha e'tibor qilmagan bo'lsa-mu, lekin yaqinda qabul qilib alohida hurmat ko'rsatganligini, kunda degidek birga sharob ichishib, bazma qilishib yurganligini aytib, ko'nglidagi andishini qoldirmay so'zlab bergan edi. Shu sababdan Yunusxon Dasht Qipchoqqa alohida diqqat nazarini og'dirgan. Navoda Muhammad Jogi Obul Xayrixonning yordamiga erishib, Abu Said Mirzaning Husayn Boyqaro bilan jang qilayotgan fursatidan foydalanib, Samarqandga lashkar tortib kelmoqchi bo'lsa, darhol oldin to'sish uchun 5000 lashkarini taxlab, hozirlik ko'rib qo'ygan edi. Ammo mush kunlarda na Abu Said Mirzaning huzuriga ketgan choparmandan, na Dasht Qipchoqqa ketgan oyg'oqchidan xabar yo'q edi. Tutliq, beoromlik, andishli xiyollar uni to'xtamay qiynaydi. Sultan Abu Said Mirzaning taxt saltanatsiz mening qozoqlikda tutib turgan bu ojiz hokimiyatimni tasavvur qilish mumkin emas. Qozoqlik, qochoqlik, ya'ni xon sultonlarning toji taxtdan ayrilib, qechib, ko'chib yurishi debdi izohatda. Abu Said Mirzaning saltanati yo'qolsa, mening 7 kentdagi hokimiyatim yo'qoladi. U chaqda 7 kentda emas, Turkiston, Sayramda turishim tas bo'ladi. Chunki Turkiston Sayram beglari Abu Said Mirzadan iborat kuchli yo'lanchikin bo'lganligi uchunla menga itoat qiladi. Atrofimda piqiraydi. Bo'lmasa ular yanada yuz o'riydi. Kelgusida Mo'g'uliston taxtigohini elish orzuyim butunlay ko'pik aylanadi. Ey Tangrim, Sultan Abu Said Mirzani o'zing qo'llag'aysan. Qalbi nusrat ato qilg'aysan. Ag'yorlarning suiqasdini barbod qilg'aysan. Yunusxon xiyoldan bosh ko'tarib, nazarini dasturxonga og'dirdi. Ko'mishligandagi may bog'lab pishqan o'rik, jinasta, giloslar birdinla ishtihosini tatdi. U ta'mini tetimoqchi bo'lgandek har bir xil mevadan bir taldan yedi. Jinasta bakrak tetidi bo'lg'ay, ko'mish taxsini oldiga tortib, jinastani bir taldan elib yeyishga boshladi. Oliylarga ma'lum bo'lg'ay. Yunusxon qo'liga olgan jinastani kappida og'ziga silib etib, supining yanida qo'l bog'lab turgan saroy begiga qaradi. Xo'sh, Dasht Qipchoqqa avatgan oyg'oq qaytib keldi. Darhol boshlab kelsinlar, dedi Yunusxon taqozolik bilan. Oliylarga ma'lum bo'lg'ay, dedi oyg'oqchi qisqili salom saatdan keyin. Dasht Qipchoq sultoni Obul Xayrixon Muhammad Jogining talabini qabul ko'rib, sarkardisi Burgi sultonni 2 tuman lashkar bilan ko'maklashishga buyurib berdi. Yunusxon birdan jiddiylashdi. Ma'lumot ishonchlikmi? Intayin ishonchlik oliylar, dedi oyg'oqchi. Kamin xizmatkorlari bu yoqqa manganda Burgi sulton bilan Muhammad Jogi lashkariy yurishning hozirlik kirishib ketgan. Hammamcha ular udul Samarqandga tegish qildigan o'xshaydi. Albatta shundoq qiladi, dedi Yunusxon qopqini turib. Bo'ldi, sen aram ol. U saroy begiga qaradi. Xorasonga chaparman avatib Sultan Abu Said Mirzani bu yog'idan xabarlantirayli. Saroy begi hayal bo'lmay chaparmanni boshlab kirdi. Yunusxon chaparmanga ahvolni bir qur tushundirgandan keyin farmon berdi. Eting yugurib bo'lsin, o'zing sagak bo'l. Hozir yo'lga chiq. Yo'l bo'yi ot qo'shlabman. Ot qo'shlab demaklik zapas ot elvelibman degan gapkana. Chaparmanni yo'lga silib Yunusxon saroy begiga qaradi. Sarkarda bo'yon quliga xabar bersinlar. Darhol yenimga kelgay. Boshqa sarkarlarga xabar bersinlar. Yunusxon shu kuni amir beglari bilan qisqali kengash qildi. 7 kentni idora qilib turishni saroy begiga topshirib, o'zi bo'yonquli qatorliq sarkarlar bilan 5000 lashkarini boshlab Samarqandga qarab darhol yo'lga chiqdi. Hurmatli anglag'uvchilar, bugun kitobni mush yergacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglag'anlarga rahmat. Xayr, xush, omon bo'lgaysizlar.